Abdulla Qodiriy kitobxon uchun sehrgar, san'atkor, adiblar uchun ijodiy mezon muallifidir. Mehrobdan chayon o'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriyning ikkinchi yirik asari 1928-yil fevralda yozib tugatilgan. Roman birinchi marta 1929-yil Samarqandda bosib chiqarilgandi. Roman mavzusi 19-asr hodisalari, xon zamonlari davridagi o'zboshimchaliklarni ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa-da, unda roman yozilgan davr ruhi kuchi singdirilgandi. Asarni Mehrobdan chayon deb atash ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan murod muqaddas dargoh sajdagohdan chiqqan o'sha dargohga nomunosib, munofiq, qallob tuban kimsalarga, hasadgo'y e'tiqodsiz kishilarga ishoradir. Romanda Anvar bilan Ra'noning sevgisi, sarguzashti, qalb nazokati shoirona tarannum etilgan. Aziz kitobxonlar, biz bu asarni sizlarga o'qishni tavsiya etamiz.